Uzul PHP dərsiga 49-cu qism PHP'dəki matematikli funksiyalar. Matematikli funksiyalar, yəni math funksiyalar PHP'nin mərkəzlik bölüгі olub, qaçılmayla bevosita işlətishki bo'ldi. Matematikli funksiya orqali integer va float doirasidagi sonli qiymatlarni bir taraf qilib bo'ldi. Bu matematikli funksiyalar bizning programmamizda nihoyatda ko'p uchraydi. Qaraydigan bo'lsak, mesela o ABS mutlaq qiyma funksiyasi, arc cosinus, arc cotangens, arc sinus, arc cosinus, sonlar sistemasi orqali aylantirish, ikili sistemasi uloq aylantirish degandek, mushta nihoyatda ko'p degan buning funksiyalari bor. Undan boshqa bu matematiklik turaqli qiymatlar, bunun mesela i deydi, log i, log 2i degandek mushta pi qiymati mesela çember turaqlıqı 314 deb ikki xonagacha o'rganganmiz buni. Manki shu barliq qiymatlarni biz mayadagi buningki ma'nomi yoki ma'xilalardagi buning aniqlab berish shakli bilan PHP programlarimizda bevosita ishlata olamiz.